Bu darsimizda shu jadvallarimizga rasm qo'yish va сводная tablitsa ustida amallarni bajarishni ko'rib chiqamiz. Rasm qo'yish uchun Выставка bo'limidan illyustratsiyani tanlab, rисунокni tanlaymiz va qayerda bo'lsa rasmimiz o'shani tanlab olamiz. Mana rasmimizni tanladik. Bu juda katta hajmda bo'lib ketdi. Buni biz kichraytirib olamiz. Kichraytirib olib, shu jadvalimizga moslab buni qo'yib olamiz. Endi jadvalimizda kichkina bo'lgani uchun buni sal kattatirishimizga majbur bo'lib qolamiz, chunki rasmi ko'rinishi kerak. Mana rasmni qo'ydik. Xuddi shunday qilib qolganlarga ham qo'yib chiqasiz albatta. Bu muammomiz jadvalni katta qilib, buni ham yana bitta Выставка qilib qo'yib oldik. Mana o'zingizga moslab buni ham katta qilib olasiz. Buni ham rasmni qo'yib olasiz o'zingizga moslab. Mana biz rasmni qo'yib oldik. Keyin jadvalni o'shanga moslab kichraytirib kattatirib olsangiz bo'ladi. Endi men hammasiga bitta rasm qo'ydim. O'zingizga xohishingizga qarab qo'yib olasiz. Qarang, biz endi сводная tablitsani ustida ishlab chiqamiz. Qani ketdik Выставкаdan сводная tablitsaga bosamiz. Bu o'zi avtomatik hamma joyda belgilanadi. OK qilsak, mana yangi oyna ochildi, ko'rgan bo'lsangiz. Bizga nima kerak? Biz mana shuni filtr qilish uchun familiya ismini yozamiz. Yonida nimasi chiqsin degan ma'noda so'rayapti bizdan. Mana olish haqqi rasmi chiqsin undan keyin yokida bunda rasm bo'lmaydi. Bu faqatgina o'shani summalari bo'yicha chiqarib beradi. Shunday filtr kakta bu ham filtrda summalari bo'yicha chiqarib ashuna qilib beradi. Xuddi boya o'tgan safargi darsimizda eslanganda bo'lsa, mana bu olish haqqini filtr qilib ber degan ma'noda filtr bor edi-ku. Misol faqat 4,5 million oylik olayotganlar ko'rsating deganda filtr bor edi, to'g'rimi? Xuddi o'shanga o'xshab u faqat mukammalroq hisoblanadi, swodная tablitsa.